Homiladorlik kuzatilmasiga sabab bo'ladigan asosiy 4 ta omil. Buni ko'pchilik juftliklar bilmaydi yoki bilgan taqdirda ham noto'g'ri tekshiruvlar qilib yurishadi. Videoni oxirigacha ko'ring, ushbu xatolarni bilib olasiz. Birinchisi gormonal muammo. Ayol va erkaklardagi gormonlarning buzilishi erkaklarda sperma ishlab chiqarishi va sifatining pasayishiga, ayollarda esa yetarlicha tuxum hujayra yetilmasligiga olib kelishi mumkin. Ikkinchisi sperma sifati. Menda juda ko'p sperma ajraladi. Menda muammo yo'q deydigan erkaklar. Spermani sifati buzilgan bo'lishi mumkin yoki morfologiyasi juda ham past bo'lishi mumkin. Ushbu holatda ham homiladorlik kuzatilmaydi. Uchinchisi yashirin yallig'lanishlar, ya'ni yashirin infeksiyalar. Jinsiy yo'l bilan yuqadigan infeksiyalar, xlamediya va mikoplazmalar yashirin tarzda tanada saqlanadi. Bu holatlar sperma sifatining pasayishiga ta'sir qilayotgan bo'lishi mumkin. To'rtinchisi stress va noto'g'ri turmush tarzi. Doimiy stressda yurish gormonlar nisbatini buzadi, spermatozoidlar sifatiga sezilarli ta'sir qiladi. Ayollarda esa follikullarning yetilmasligi va uning yorilmasligigacha olib kelishi mumkin. Ushbu holatlarda ham homiladorlik kuzatilmaydi. Video sizga foydali bo'layotgan bo'lsa, sahifamga obuna bo'lishni unutmang.